Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan mana shunaqa chiroyli, qasrlab pishadigan somsani pishiramiz. Sizlar ko'rasizlar, men esa tayyorlayman. Sizlarga foydasi tegadigan video tayyorladim deb o'ylayman. Somsa uchun 5 kishilik oilaga 1,5 kilo elangan un ishlatdim. Unni sortini farqi deyarli yo'q. Eng oliy sortini ishlatsangiz ham, birinchi sortini ishlatsangiz ham bo'laveradi. Xo'sh, 1,5 kilo unga 1,5 litrcha sovuqroq nomakob suv tayyorladim-da, xamir qorishni boshladim. Ortiqcha boshqa narsa qo'shganim yo'q. Xamir tayyorlab, yaxshilab mushlaymiz. Qattiq xamir bo'lmaydi, lekin yumshoqdan ozgincha qattiqroq xamir bo'lishi kerak. Yaxshilab mushlaysizlar. Endi somsalarni qavatini orasiga suradigan margarinlar haqida gaplashsak, 82% ligini ham, 72% ligini ham ishlatsanglar bo'ladi. Margarinni gazda yaxshilab eritib olasizlar. Bir qaynab chiqqandan keyin suv chiqib ketishi kerak uni. Qaynab chiqqandan keyin men bir qoshiqcha, katta qoshiqda mol yog'i qo'shdim. Tayyorini uni bozorlarda borib so'rasanglar, qassoblardan so'rasanglar, ularda tayyor eritilgani bo'ladi. Ana o'shani so'rasanglar, margarinni eritasizlar-da, bir qoshiq qo'shib yuborasizlar. Mol yog'ini nima uchun qo'shaman? Mol yog'ini qo'shganingizda somsalar hammasi qavat-qavati juda ham chiroyli chiqadi. Gazda birinchi margarinlarni yaxshilab eritib olasizlar, keyin mol yog'ini qo'shasizlar-ku, qo'shib bo'lgandan keyin uni sovitishga qo'yinglar. Issiq holatida xamir ustiga qo'ymanglar. Iliq holatida ham kerak emas. Ozgincha sovishni boshlaganda keyin qo'ysanglar bo'ladi. Xamiringlarni o'shanga qarab ko'proq olishinglar mumkin. Keyin o'sha ko'p olgan xamiringlarni 3 ga, 2 ga bo'lib, yo bo'lmasam 4 ga ham bo'lib ishlatsanglar bo'ladi. Avvalambor stolinglarni katta yo kichikligini ham hisobga olinglar. Chunki xamirni yoyayotganingizda ham o'zingizga noqulaylik bo'lishi kerak emas. Bir soat tursa yetadi. Menda 1 soat ham turmaydi. Men hech ham 1 soat turg'izmaganman ochig'i. Bir xilda eshitaman, bir kun oldin qilib qo'yar ekan. Kimlardir qilib qo'yib, xolodilnikni muzlatadigan xonasiga qo'yib qo'yar ekan. Qavat-qavat chiqadi deyshadi. Lekin men u narsani hali qilib ko'rmaganman, chunki men o'zimning usulim o'zimga yoqadi. Qilaman, har doim tayyor qilib, xamirini 1 soat dam oltiraman. Keyin somsa pishiraveraman. Piyozlarni mayda to'g'raysizlar, juda ham. Go'shtlarni ozgincha kattaroq. Somsaga egilib kelsa, uylardagi bor narsadan masalliq tayyorlasanglar bo'ladi. Shart emas, masalan, bir xil xonadonlarda har doim ham go'sht bo'lavermaydi. Go'sht bo'lish shart emas. Shirin bo'lsa, mehr bo'lsa yetadi. Avvalambor piyozlarni mayda to'g'raysizlar-da, agar kartoshka solmoqchi bo'lsanglar, kartoshkalarni mayda solib, tuzlarini to'g'rilab, ozgincha zira solasizlar-da, qilasizlar. Kartoshkani o'rniga qovoq ishlatsanglar ham bo'ladi. Men ochig'ini aytsam, o'zim uchun eng yaxshi ko'rganim men karomni juda ham yaxshi ko'raman. Hattoki shunaqa ham qilaman. Karomdan ham somsa qilgan kunlarim ko'p bo'lgan. O'zim juda ham yaxshi ko'rganim uchun karomni somsa ham juda ham mazali chiqadi. Hech qanaqa go'sht solinmaydi unga. Karomni xamirlarimiz kesib olganimizdan keyin uni dam oltirish shart emas. Qo'limiz bilan ezganimizda o'rtasiga ehtiyot bo'lamiz, lekin kaftimiz bilan ezamiz. O'rtasi ezilib qolishi kerak emas. Keyin mana tayyor bo'ldi. Hammasini kesib oldik. Shu joyi o'zida dam oltirmasdan ustini salafanlamayman. Listimizni tegini yolab olamizda, jova bilan xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz.
Jova bilan yoyayotganimizda xamir o'rtasini ezmanglar iltimos, chunki xamiringlar ochilib, qavatlari ochilib chiqmaydi. O'rtasidan pastga qarab jovalashni boshlaymiz. Bu somsani boshqacha tugilishi, ikkita yonini bir-biriga yopishtirasizda, xuddi sochni o'rgandek, bitta barmog'ingizni ikkinchi barmog'ingiz ustiga qo'yib, orasida xamirni o'ynataverasiz. Mana bunday qilib sekangina. Bu ayniqsa to'ylarga boradigan bo'lsanglar, mehmonga boradigan bo'lsanglar, tog'oraga juda ham chiroyli ko'rinadigan somsani tugishi bitta usuli bu ham. deb sizlar bilan birgalashib tayyorlagan somsamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga tuxumni yaxshilab atalaymizda. Bitta tuxum yetadi, lekin u tuxumni ortig'ini ham tashlab yubormanglar, chunki ertaga biron bir ovqatga ishlatsanglar bo'ladi. 3 kungacha tuxumni saqlab tursanglar bo'ladi. Yoki bitta xamir ovqat qilmoqchi bo'lsanglar, xamirni orasiga qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Ustini yaxshilab tuxum suramizda, istedani sepib chiqamiz. Tabga qarab bu ham. Yoqimli ishtaha. Somsamiz ham tayyor chiqdi. Uyalib qolganim yo'q. Sizlar ham uyalib qolmaysizlar. Shu retsept bo'yicha tayyorlasanglar, yaqininglarni xursand qilishinglar mumkin. Kanalimizga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha salomat bo'linglar.